Başki, Otraki, Ulanmaki, Yalğızki, Kalı kavunu yevetti. Kamil kalını eydivetti. Şepki kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Epkeşti sot toşu almay, yetuvaptı Savut Bay. Keklikede negi mağbanız? Kiyi hocamның toyuğa. Toyla acep kızımakta, nağır sunay yanırmakta. Birikim bilek, kötürüdü çilek. Yıkıttı meni, bir tal toң tizek. Keli kel. Közi köz. Keti ket. Meni men. Ketmen. Keti ket. Meni men. Ketmen. Mehke tep koşulsa mektep buludu. Mek tep mektep. İkke ki koşulsa iki buludu. İki ik ke iki İki öge rük koşulsa örük buludu. Örük örük mal kamal kemek tep udu ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcirinin tigi altın. Opa, men mektepke maldım. Somkanğa kempüte başka yemekliklerini sepip koydum. Bana çilekini et çıkıp belgin. Kavlanın düğünü soku yiyitey. Mektepten baldıra kaytıp gelgin ha? Opa, karutumnu retlik yığıştırıp ettim. Emdim almasam keçikip kalımen. Xotin, o'g'limiz qani? Köymedilim o. Ani qarısılah o mektepke ketdi. Burroq kelishni aytdingizmi? Bu maktabdan kelsa, ketmanni ilib orqa chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi. Yursilah birdam aram ele ölüp andın chiqsilah. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishim, xapsanlarni men aldadim, nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsni yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qila aytding? Mana misa? Neymiş qorusizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtimdek turib qara buning gapini. Uni qattiq qo'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma.
Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal tex hech qaytib kelmaydi. Men ensirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Hani bo'z qaytib kelsan, sendan ensirab turgandim. Balam, sana nim bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni boshunda qattiq urdi? Yo'q opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Onda emasdi. Dasgap qil. Sana zaten nim bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga bora olmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bolam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xo'sh xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Darhol uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr sindirdingiz. Menga o'z bolangizga ko'yinganda ko'yindingiz. Men buni esimdan chiqarmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketdi. Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qizg'inim uchun oldinda to'liq xijilman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni tatdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tatdingiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytiraman. Rahmat o'g'lim.